Assalomu alaykum, Jack Jasmine kanalining obunachilari. Bugun sizlar bilan Jack M-Tor modelimizni ko'rib chiqamiz. Avtosalonimizga oq va qora ranglardan yetib keldi. Yangi partiya 2026lari kirib keldi deb eshitdim. Albatta, 26. Mashinaning tashqi ko'rinishi, xarakteristikasi, motor obyomlari, benzin rasxodlari obunachilarimizga qiziq. Albatta, qaysi toifali haydovchilik guvohnomasi bilan haydasa bo'ladi, o'sha savollarga albatta bugungi videoda oydinlik kiritib boramiz. Albatta, narxlari hamda to'lov turlari bilan tanishib boramiz. Demak, bir chetdan boshlaymiz. Mashinamizning xarakteristikasi bo'yicha ham gapirib o'tsangiz. Xo'p, mashinamizga 2 li atmosferniy motorda bo'ladi. Ot kuchlari 144 ta. Benzin rasxodi 8,5-9 litr belgilangan. 8,5-9 litr qilib belgilangan. Mashinamizning tashqi ko'rinishiga o'zingizlar bitta baho berib olinglar. Bu texpasportida minimum yoziladi. O'rindiqlar soni 8+1, ya'ni 9 o'rindiqli bo'ladi. Bemalol bir toifali haydovchilik guvohnomasi bilan haydasanglar bo'ladi. Mashinamizning balon obyomlari hop 16 razmerda bo'lar ekan, kuzovlarida atsinkovkasi bor. Baki 75 litrli bo'lar ekan. Bu mashinamizda endi orqalarini ham bitta ko'rsatib boramiz. Mashinamizning orqa qismlari ham mana ayrim modellarda men ko'rmadim, spiral bilan bu yerda dvorniklarini ko'rmadim, lekin M-Torda bor ekan. Fortikali oynalari, dislami, xullas nima kerakli bo'lsa hamma narsasi bor. Salon ichki qismlarini birma-bir tanishtirib o'tamiz. Mashinamizning salonlarini ko'rishingiz mumkin. Mexanika korobkada bo'lar ekan, konditsionerlari bor mashinamizning. Aynan mexanika korobka bo'lishiga qaramasdan men shaxsan o'zim ko'rganim, cruise kontrollari ham bo'lar ekan. Bu mashinamizda Android monitorlari bilan jihozlangan. Umuman olib qaraganda mashinamiz har tomonlama zo'r. Bu yerda bizda obshivkalari ko'zdan bilan jihozlangan. Ikkita oldi oynasi elektronli bo'ladi. Bu yoqda bizda sentralniy zamok bor. Fara regulirovka deysizlarmi, pishalkalarigacha ko'rdim bu mashinamizda. Endi orqa interyerlarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz obunachilarimizga. So'z isboti bilan degandek, mana gapimizga ishonmaganlar bo'lsa, mana mashinamizning ishlab chiqarilgani 2026-yil 4-oyda chiqqan. Mashinamizning mana salonlarini ko'ryapsizlar. 8+1 shiboy yetib o'tganimizda 9 o'rindiqli. Bu yoqda bizda passajirlarga juda ham udobsvalari ko'p, переключительlari bor. USB portlarigacha bor mashinamizda. Aynan konditsionerlari ham 9 bo'lar ekan. Pastakanik dislami, xullas nima kerak bo'lsa hamma narsa bor. Danli yo'lga yurganinglarda mana shaxsan Rossiyaga qatnaydigan obunachilarimizning orasida eshityapman, что bu mashina Danlida hech qaysi mashinaga yo'l bermasdan Juda ham zo'r bosadi. Trassa qiroli bo'lib boryapti deb eshitdim. Shunaqa. Buni bagajlarini ham ko'rsangiz, orqalarini ham ko'rsatib boramiz. Buni bagajlari ham bor. Mana mashinamizning orqasi, mana o'sha tursangiz buni sidenalari yig'ilar ekan. Откидной bo'ladi. Bemalol. Agar yo'lovchilar soni kam bo'lsa, bagajinglar bo'lsa, mana bu yerga bemalol yuklarni ortib ketsanglar bo'ladi. Umuman olib qaraganda bu mashinaning talabgori, xaridorlari juda ham ko'p. Bilmaganlar uchun bu videoni olamiz, albatta sizlarga ma'zur keladi deb o'ylayman. Hop, bu mashinamizning eng nima deydi? Kulminatsion nuqtasi. Tan narxi qancha? Bular tan narxi 243 million 180 ming bo'ladi. Hop. To'lov turlari? To'lov turlari avtokredit asosida boshlang'ich 30% bilan olib chiqib ketsanglar bo'ladi. 1 yildan 5 yilgacha. 1 yildan 5 yilgachamda. Перечислениyaga oladigan bo'lsa, deylik misol uchun firmalar. Firmaga ham NDSlari bilan hammasida narxi bir xil, narx o'zgarmaydi. Ranglarichi bu mashinamizdan? Ranglaridan oq, qorasidan hozirda nalichida bor. Bemalol to'lov qilib sразу olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Bonusiga nima qilib berasiz? Bonusiga tonirovkasini qilib beramiz, poliklarini yoyib beramiz, chiroyli qilib mo'yka qilib, podnomerlarini taqib jo'natib yuboramiz. Eslatib o'tamiz, promokod Jack Jasmine desanglar, shu bonuslarni qilib berishadi. Xudo xolisa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib bir kunda ishligi hal bo'ladi.
Shunaqa. Bir Kutib kun ham o'tirishmi? ketmaydi mana. Ertalab kelsalar, obeddan keyin уже chiqib ketadilar. Endi yana bitta narsani aytib o'tish kerak, bir xillada ko'ramiz. Misol uchun 1 soat, 2 soat ishingizda hal bo'ladi deydiganlar ham yo'q emas albatta. Mana shu masalaga ham bitta oydinlik kiritib olib, shu bilan obunachilarimiz bilan xayrlashib davom etaveramiz. Xo'p, 1 soat, 2 soat deb aytayotganlar endi bilmadim. O'zini vijdoniga havola. Biz Lekin bor naqdga narsani olsa 1-2 aytamiz. soatda bitadi ishi. Shunaqa. Naqdga olsa 1 soatda shundoq borib oplata qilib kelishadi. Mashinani haydab chiqib Kredit ketishadi. bo'ladigan bo'lsa, ertalabdan kelishsa, Shu kechgacha obedda, mashinani haydab chiqib bemalol ketishadi. haydab chiqib ketishadi. Hop, boya yana bitta narsa esimdan chiqdi. Podveskasiga to'xtalib o'tamiz. Podveskasini men o'zim xarakteristikasini o'qiganimda oldi prujina bo'ladi, orqasi resor bo'ladi. Lekin resor bo'lsa ham men o'zim bu mashinani ko'p test drive qilganman. Orqalari otmaydi, nima desam ekan, uzoq yo'lga yurganingizda ham u yoqqa og'ib sho'ng'imaydi mashinamizni. Hop, bugungi obzorimizda sizlarga manzur keldi deb o'ylayman. Albatta bizani kuzatishda davom etinglar. Mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda albatta kanalga obuna bo'lib, like, podpiska tugmasini bosish esingizdan chiqmaydigan umiddaman. Musofirdagi qadrdonlarimizga, vatandoshlarimizga, vatanimizga eson-omon qaytib kelinglar. Allohning panohida bo'linglar. Eng kamida mana shu bundan ham zo'r mashinalarni haydash, yaqinlarimizga podarka qilish albatta hammamizga nasib ro'za aylasin deb qolamiz. Sizga ham iliq tilaklaringiz bo'lsa, bemalol xayrlashib olishingiz mumkin. Hammanglarni Jak Avto O'zbekistonda kutamiz. Jak rohatda joylashganmiz. Kelsanglar chiroyli qilib chiqazib beraman. Alinchini ham tushuntirib yuboramiz. Qo'li tarafdan kelaverishingizda shunda beton zavod bor. Shunda beton zavodda o'tganingizdan keyin Jak Avto saloni keladi. Katta qilib yozib qo'yganmiz Jak Motors deb. Bu yoqdan kelaverishingizda rohatdan kirib kelasiz. 200 metr, 300 metr ichkariga kirganingizda. Servislar ham mana o'zingizda. Servis ham o'zimizda 12 viloyat bo'ylab servislar ham bor. Bor. 5 yil garantiya beramiz mashinaga. 100 ming kilometrgacha. Joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda qanaqa mashinalarni albatta obzorini qilaylik. Kommentariyada yozib esingizdan chiqmaydigan umidamiz. Joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.